gapiring. Xo'p, men o'zi bitta anaqada chiqqanman tepaga. Nima emasdi. Balkonda birinchida turgan odamga gapingiz o'tami? Bilmayman. Yo'q, o'tadi yo o'tmaydi deng. Nimaga? Uni ichida profilda ichidagi odam o'zi emas hozir lekin. O'zi bo'lsa erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, Yo'q, burnini yo'q, yangilab, o'zi emas, erkak o'zi emas. kishiga yarashadigan ish qilib kelsin. Men beradigan shartim shu. Agar o'tsa, o'tmasa shunchaki sog'lik salomatlik. Menga shart bering siz. Bo'ldi, berib bo'ldim-ku men. Siz menga shart bering. Liboy shartda shaxsiyatga tegmaydiganlar. Gapiring. Shunaqa deb eshitdim, so'radim men boya. Gapiring. Bugun chala qolib ketgan qaysi namoz bor? Men namoz o'qimayman, faqat tahajjud namozi o'qiyman. Tahajjudgacha xufton namoziga anaqa bor ekan, kakras bir bo'ldi hozir O'zbekistonda. Biz kelishgan narsa shu, shaxsiyatga tegmaydigan liboy shart. Bo'ldi. Xo'p, gapiring. Shart bering. Bo'ldi, xuftonni o'qib keling. Ana sizga shart. Men 5 mahal namozlardan o'qimaganman. 5 mahal o'qing deganim yo'q-ku men sizga. Xuftonni bilmaymanmi? Namoz o'qimaganman. Bunda meni shartim, men bilmayman nima shart berishdi, boshqa nima qilishdi. Tahajjud namozini o'qiy desam, u 7 kunda anaqa qilinadi. Men 7 kungacha to'g'ri kelmaydi. Ya'ni o'qish to'g'ri kelmaydi emas, meni vaziyatim to'g'ri kelmaydi. Men bilmayman nima shart berishni. O'zi bitta shart berdi. Kulgili narsa bo'lyapti men hozir. Tepada. O'zi aytdim, men bitta maqsad bilan chiqdim dedim tepada. Men o'zimga shart bering, okey? Bo'ldi, berdim u. Uni vaqti emas ekan. Yana nima shart berish mumkin odamga? Shaxsiyatga tegmaydigan. Bosilib ketdi, xo'p. Qarang, o'shiroki ismingiz Muhammadmidi? Muhammad aka, men sizga bo'yi shart bering. Muhammad Sa'd. Muhammad Sa'd aka, qarang. Men boya gapirdim-ku, sevishar ekansiz, yo'q, nomeringizni berasizmi deb. Просто men sizni savolga tutdim, yana noto'g'ri tushunmayapmanmi? Bu narsalarni menga nima qilish shart emas. Bo'ldi, tarix. Bo'ldi, hisob. Gapiring. Shartingizni bering. Erkak kishi yaxshi odamga boshqa erkaklar tomonidan gap tegib bo'lmasin, latta ekan, janaqa ye ekan deb ignit qilib yaxshi inson. Keyin kirsa nimaga shu niking uchun aytdi deb aytib qo'yasiz. Siz menga shart bering. Bo'ldi, mana siz ignit qilib yo'q, boshqa gapman. Menga shart bo'ldi, men shaxsiyatga tegmaysiz. profilim tortilib ketdi ikkinchi telefonimdan. Chiqing.
Alisa. Tanışa. Alisa спасибо. Sizdir xurmo. Chopsuvni men xonimini yaxshi ko'raman. Lekin yangi ishoning oldingidek umuman anaqasi yo'q. Guliston ham sal o'zgarish bo'lmagan bo'lib, bironta joyda qurilish bo'lmagan bo'lsa, unaqa aylanadigan joy yo'q-ku Yangiyo'lda. O'sha joy o'sha. Yangilik yo'q. Men o'zimdagini aytdim. Aytib bilmayman dedi. Ha. O'zimiz tomon deyapti. Ha, to'g'ri, lekin o'zimiz. Da, endi u yoq o'zgarmasa ham bo'lmaydi-da. U yoq o'zgarmasa ham bo'lmaydi-da. Biz Sirdaryo qolib ketdi xolos. Baribir hamma o'sha yerdan o'tadi-yu. Borish kerak niyati bordi. Azominga borsa bo'ladi lekin. Bizani shaharda deydi. Ha. Bizi qishloq yo'li da. Lekin ishoning, nechta viloyatga ketsam, baribir o'sha Sirdaryodan o'tadi. Hamma. Bizi qishloq tug'ilganimdan beri, shu esim taniganimdan beri o'sha asfalt, o'sha kirishda hamma qishloqda nomini yozib qo'yadi. Faloncha qishloqqa xush kelibsiz degan yozuvlar haligacha turadi. Ishoning, men 27 ga kirgan bo'lsam, 27 yildan beri turadi. 25 yil deganda yo'l tushdi, boshqatdan olib tashab, u loy bo'lib ketdi-da, o'zi ham o'zi. Ko'chib loy bo'lib ketib, yo'lda zo'rg'a tekislab chiqardi katta yo'lgacha. Anoni ham 25 yillik men bu Yo'ldashobod qishlog'iga xush kelibsiz degan stoykani 25 yil deganda chiroyli rangga bo'yadi. Ha, tutdi dedi. Qalaysiz? Leonardo aka. Leonardo da Vinci. Nima gapirishini dedi. Yaxshi-da. Ba'zida gapirmay qo'yman. Odam eshitib tursa, yurardim dedi-da. Bizi qishlog'i Sardoba suv omboriga yaqin joyda, bizniki. Yangi yerga yetmasdan kirib ketasiz 10 ga. Ichkariga. O'shda. Lekin haligacha o'sha uygacha yetib borganimizgacha faqat yamab ketganda yo'llarda tekis yo'l yo'q. Rahmat. Keling.
yurak qovurib yo'qman. Ana yuragim siqilyapti-yu, shunga madad bo'lsin deb. Da bizda Yangirda yaxshi o'ynaydi futbolda. Suv olganiga to'g'rilamandimmi dedim. Qarang, bizni ham ko'chirgan, lekin bizni faqat dalamizgacha kelib yuvib ketganda, uylarga teginmagan. Chunki o'tda qarang, ancha qishloq bo'lganda, o'tda. O'rtamizda ancha qishloq bor. Eng oxirgi qishloq pashti Yangirda yo'liga yetishdi, bizda. Undan u yog'i vashi. Orada 8, 3, ucha, ular naryoqda-yu. Mana shunaqa borda. Shahlo qalisiz. Narigi tomon ochilgan, lekin suv chiqib bu yoqqa qarab oqqan, orqaga qarab, tushunyapsizmi? To'rtburchak damba bo'lsa, mana bu to'rtburchak damba, to'g'rimi? Biz bu tomonidamiz. Qarang, biz bu tomonida bo'lganmiz, bu bet ochilgan. Naryoqqa qarab ochilgan. Bu tomon ochilgandan keyin suv oqib chiqib bu yoqqa qarab ketgan prosta. O'shanda dalamizgacha kelgan, dalalarni yuvgan, uygacha kelmagan, lekin odamlarni ko'chirgan o'shanda. U payt erim bilan yashardim. Biz keyin ko'rgani bor edik-da. Hammani ko'chirib ketgan. To'rt, bizniki 8 da, Rijol aka. 4 vashi bu yoqda, o'sha 4 tomonlar ochilgan-da. 8 bu yoqda pashti. Yangir tomonda bu yoqda. Lekin bu yoqqacha kelgan aylanib. Chakmon suv chiqqanmi? O'tda ko'p suv-ku. Har yoqqa oqib ketavergan-da. Men u payt Yangirda edim, Rijol aka. Mikrofonda. Ertalab telefon qilgan. 2-maymi, 1-maydan o'tgandami? Shunaqa. Esimdan chiqmaydi. 2020mi shunaqa. 2020. Chunki 19 dakikaman. 20. Birdan 2ga o'tishunchi kunimi shunaqa. Telefon bo'lgan uydagilar, qayerdasizlar deb. Chunki men turmushga chiqqan joyim uchadi. 4 ga yaqin. Rijol aka, siz bilsangiz kerak, ucha. Hovuzga qaraydi. Ucha, pashti bundoq chiqsak, damba ko'rinardi. Просто vashi nariyoq tomoni ochilgani uchun yoqqa kelmagan. Somsamas. Suv bolasi bunda menam kecha ikkita qattiq yer qimirladi, 5 bol dedi. Narasi qo'rqaman. Yer qimirlashdan qo'rqaman lekin. Shunaqa. Keyin opamlarni ko'rgani bor edik biz. Hammasini telechkalarda tashigan. Odamlar anaqa o'qishni joylariga ko'chirishganda, o'qishni yotoqxonasiga ham olib borgan. Hamma yig'lab, siqtab. Biz undan keyin o'sha to'rtlarga biz anaqa dalaga borganimizda keyin birdi degan joylar bor-ku, Rijol aka, siz bilasiz. O'shga dalaga borganimizda men bu latoklar bor-ku, katta qanaqa kuchli qo'yilgan bo'lmasa, latoklarni surib tashagan, ana katta tomiri bir qanchadir chiqadigan tomirli daraxtlar tomirlar bilan yulinib ketgan. Ammo tuproqli dalani o'rtasida sementlarni anaqasi oqib kelganda. O Sardoba suv ombor toshganda. Tuproq emasda, o'sha paxta ekishgan. Ko'pi anaqa sement edi. Sement aralashib ketgan, qumga aylanib, maydalanib ketgan. Mana shunaqa bo'lib ketdi.
Hmm. Ancha odam o'lib ketdi ekan. Juda ko'p odam o'lib ketgan. Hmm. Babam odamni tug'ilgan joyi ming rivojlangan davlatda yashasangiz ham babu sog'inib kelasiz-da. Men yuraman. Bir oy mazza qilarman, 2 oy mazza qilarman. Babu uyimga borgim kelaveradi meni. Tövbe. Zo'rda o'sha taraflardan katta bo'lganman. Qatidagi qayerda men hamma joyini bilaman. Nol uxlar edim. Star yoqishim kerak, hali bir kiyim badar qolmadim. Baraka, assalomu alaykum. Nima qilasiz? Yaxshimisiz? Nima gap? Baraka.